Loyiha mavzusidan olgan nazariy bilimlarimizni endi amaliy sinashni o'rganamiz. Hop, buning uchun avval yangi loyiha boshlash uchun New Project tugmasini bosamiz. U ekranimizning chap tarafida va unga nom beramiz. Misol uchun birthday. Endi bizda yangi katta project ochildi. Unga turli xil ko'rsatmalar berishimiz mumkin. Misol uchun ohang, cheklovlar, muhim narsalarni qo'shamiz yoki qoidalar qo'shsak ham bo'ladi. Endi prompt berib ko'ramiz. Endi tasavvur qiling, siz yaqinda qizingiz tug'ilgan kuni bayram nishonlamoqchimiz. Ya'ni ChatGPT farzandingiz necha yoshda ekanligini, budjetimiz qancha ekanligini va ohangni biladi. Mana bu yerda biz ohangni aytib o'tib ketganmiz. Ya'ni ohangimiz quvnoq va oilaviy muhit bo'lsin. Hop. Endi buni qayta-qayta eslatishimiz shart emas, chunki bu avtomatik eslab qoladi, o'tgan darsda o'rganganimizdek. Endi bunga fayllar yuklasak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerdan add files tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan faylni qo'shishimiz mumkin. Bu fayl ichida mehmonlarning ismi bo'lishi mumkin yoki biror nimaga allergiyasi bo'lgan o'quvchilarni yoki joy variantlari, narxlar yozilgan bo'lishi mumkin yoki unicorn aytganimizdek mavzular haqida xona dizayni bo'lishi mumkin. Fayllarni bir marta yukladik, endi qayta-qayta yuklashimiz ham shart emas. Shu bilan project mavzusi tugadi.